Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sport kanaliga xush kelibsiz. Sport yangiliklari va jonli efirlarni kuzatib borishni istasangiz, Sport Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola tavsif qismida. On 13-iyun kuni Toshkentdagi mashhur Humo Arenada Octagon 87 turniri bo'lib o'tadi. Oqshomning markaziy jangida o'zbekistonlik Muhiddin Mamajonov va tojikistonlik Fazliddin Madrahimov o'zaro to'qnash keladi. Ushbu jang yengil vazn toifasidagi vaqtinchalik chempionlik kamari uchun tashkil etilmoqda. Bu qarama-qarshilik MMA muxlislariga yaxshi tanish, chunki jangchilar avval ham 2 marta oktagonda uchrashgan. Eng qizig'i, ularning so'nggi jangi 2025-yilda Octagon 70 turnirida bo'lib o'tgan va hakamlar durang natijani qayd etishgan. O'sha bahs turnirning eng bahsli janglaridan biri sifatida esda qolgan. Shu sababli 13-iyundagi jang aslida trilogiya hisoblanadi. Ya'ni bu ikki sportchi o'rtasidagi 3-to'qnashuv bo'ladi va nihoyat kuchlilar kuchlisini aniqlab beradi. Muhiddin Mamajonov professional faoliyati davomida 9 ta g'alaba, 1 ta mag'lubiyat va 1 ta durang qayd etgan. U o'zining agressiv uslubi va kuchli zarbalari bilan tanilgan. O'zbekistonlik muxlislar ham aynan undan katta umid qilishmoqda. Fazliddin Madrahimov esa ancha tajribali jangchi. Uning hisobida 16 ta g'alaba, 6 ta mag'lubiyat va 1 ta durang bor. U Octagon reytingida yengil vaznning eng kuchli jangchilaridan biri hisoblanadi. Xo'sh, favorit kim? Muxlislar va ekspertlarning fikrlari deyarli teng bo'linmoqda. Biroq Octagon auditoriyasi va Topology foydalanuvchilari prognozlariga qaraganda Fazliddin Madrahimov biroz ustun ko'rilmoqda. Ko'pchilik uning yoshroq va tezkorroq ekanini asosiy ustunlik sifatida ko'rsatmoqda. Sizningcha, trilogiyaning 3-jangida kim g'alaba qozonadi? Muhiddin Mamajonovmi yoki Fazliddin Madrahimovmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.